Allahu Akbar. Allahu Akbar. Va biling, Alloh subhanahu va taolo kullu man alayha fan degan oyat karimada, aynan Ar-Rahman surasida, kullu man alayha fan, butun borliq, dunyodagi borliq mavjudot fonidir deydi. Va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Va qiyomat kunida endi qarang, hamma narsa yo'q bo'lib ketib, foni bo'lib ketadi. Zil jalali val ikrom bo'lgan Allohni o'zi yolg'iz qoladi. Dunyoda hech kim qolmaydi. Hattoki qarang, butun xaloyiq hammalari ham, butun borliq yo'q bo'lib ketib, hamma bandalar, farishtalar, ins, jins hammasi, insu jin hamma mutavaffo bo'lib, hammalari o'lib ketgandan keyin qarang, 4 tagina farishta qolar ekan. Bu hadislarda keldi. Kim desangiz, albatta Jabroil, Mikoil, Isrofil, Malakul Maut, Azroil qolar ekan. Nechta qoldi? 4 ta. Hamalatir arsham o'ldi. Qur'on farishtalari bordi. Ular ham o'ldi. Hammani Alloh o'ldiradi. Hammani jonini Hazrati o'sha Azroil, Malakul Maut, o'lim farishtasi deyiladi. O'lim farishtasi hammani jonini olgandan keyin 4 farishta qolganida Alloh taolo chaqirar ekan. O'zini huzuriga kimni chaqiradi deysiz? Aytingchi, Azroilni chaqiradi. Yo'q, Azroilni chaqiradi. Alloh biluvchidir. Aytadi: "Ey Azroil, kimlar qoldi?" der ekan. Keyin Azroil aytar ekanki, Jabroil qoldi, Isrofil qoldi, Mikoil qoldi, men qoldim Robbim desa, bor ana Isrofilni jonini ol der ekan. Keladi Isrofil alayhissalom bu boyagi nimani surni qo'liga ushlab turar ekan. Alloh amr qildi, u ham buyuk farishta. Sizni joningizni olar ekanman deya jonini olib ketar ekan. Allohning huzuriga kelsa, Alloh biluvchidir, yana so'rar ekan. Ey Malakul Maut, Azroil, yana kim qoldi desa, Jabroil, Mikoil, men qoldim ya Robbim desa, borda ana o Mikoilni jonini ol der ekan. Borib Mikoilni jonini olib kelar ekan. Kelar ekanda Alloh biluvchidir, yana so'rar ekan. Endi kim qoldi der ekan. Robbim der ekan, Jabroil bilan men qoldim desa, bor endi Jabroilni jonini ol. Alloh Jabroilni jonini oladi. Ana endi Allohning huzuriga keladi. Boshiga kim? Malakul Maut, Azroil keladi. Alloh biluvchidir, yana so'raydi. Azroil, endi kim qoldi der ekan. Azroil kelgan paytda suvga tushib, haligi qush, suvga tushgan qush va patini qoqib, sarg'ayib, shunaqa qaltirab Allohning huzuriga kelar ekan. Chunki o'zi qoldi. Ey Azroil, kim qoldi endi der ekan. Robbim, men qoldim der ekan. Unda o'l der ekan Alloh taolo unga. Uni jonini Alloh oladi. Ana u o'ladi. Hech kimsa, hatto bir farishta ham yo'q. Vujudda kimsa yo'q. Alloh taolo nido qilar ekan. Aynan G'ofir surasida. G'ofir surasida mana shunday oyatlar keladi. Limanil mulkul yawm derkan Alloh taolo. Ey hokimlar, ey moliklar, ey podsholar, ey yer yuzida butun davlatlarga ega bo'lgan, mol mulk sohiblari bo'lgan, qanisan o Qorun, qanisan o Hamon, o Fir'aun, falonchi, falonchi, qanisizlar der ekan. Alloh nido qilar ekan. Butun o'sha yo'q narsalarga, foniy narsalarga Alloh limanil mulkul yawm. Bugun mulk, mol dunyo, borliq kimniki der ekan. Kimdir javob beradi deysizmi? Biri javob beradi. Kim javob beradi deb o'ylaysiz? Ha? Kim aytsa bitta kitob beraman. Alloh, hojaga sizga beraman. Javob beradigan zot bo'lmaydi. Illa u javob beradigan ham bitta Allohning o'zi bo'ladi. Birinchi limanil mulkul yawm deya nido qiladi. Bugun bu mulk sohiblari bo'lgan qani, kimnikidir bugun egalik? Bu borliq kimni qo'lida deganda hech kim javob bera olmaganda lillahil vahidil qahhar deya o'zi aytar ekan. G'ofir surasida 16-oyatni o'qing keyin.
Lillahil vahidil qahhar. Bugun bu borliq o'sha vahidil o'zi bir bo'lgan. Hamma narsani qahr qiluvchi, ya'ni hamma narsaga g'olib, hamma narsa unga borliq muhtoj bo'lgan zot Al-Ahadus Samad Allohnikidir deb Alloh o'ziga nido qilar ekan, o'ziga javob berar ekan. Javob beruvchi kimsa bo'lmas ekan. Ko'rdingizmi qiyomatda demak? Qiyomatda payg'ambarlar yo'q. Buni endi ulamolar aytadilarki, bu qachon bo'ladi? Alloh butun xalqni jamiki borliqni o'ldirib bo'lgandan keyin mana shu so'zni aytib olar ekan. Ana keyin amr qiladi, o'sha Isrofilni tiriltiradi. Isrofil surni cholganlaridan keyin ana keyin qabrdan sekin asta chiqib boshlaymiz. Albatta avvalu man yunshaqu anhu qabruhu yoki avul qabr huwa nabiy sallallohu alayhi vasallam. Birinchi qabrlari ochilib qabrdan chiqadigan zot u Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Va yonlarda kim? Abu Bakr va Umarlar va yana narroqda yaqinlarda turgan kim? Baqiy ahli. Baqiy ahli. Allohim hammamizga o'sha joylardan ilohim nasib qilsin. Ana o'shandayin endi qiyomatingiz boshlanadi. Ana kim endi amalni qilgan, haqiqiy hoji bo'lgan, haqiqiy Alloh buyurganlarga itoat qilib nahiylaridan qaytgan, yashasin u endi u banda. U bandaga Alloh taolo aytadiki, ularga wala xawfun alayhim wala hum yahzanun deydi. Ana o'sha kunda ularga xavf xatar yo'qdir va ular huzunga ham cho'kmaslar deya Alloh marhamat qilgan oyatdagilar ana endi bemalol ko'kragini kerib qabrdan turadi. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Bugun hojilar biz va siz buni tez anglashligimiz kerak. Chunki u fursat faqat bizda bor. Hozir sizni u yoqda nechta akangiz ukangiz qoldi? Ikkita akangizga bu fursat berilmadi. Sizni-chi, sizni uyda necha kishingiz qoldi? Onangiz qoldi, ukangiz, ular sizdek tushuna olmaydi. Chunki ular ihrom kiymagan. Bugun siz ihrom kiygansiz, mana ihrom kiydingizda buni endi anglashligingiz kerak. Ertaga qabrga ham shunday kirasiz. Qabrdan chiqqaningizda ihromingiz bo'lar ekan hoji aka? Kafaningiz bo'lmas ekanmi? Kafan qayoqqa ketar ekan? Chirib ketadi-yu. Boyagi yo'qolib ketadi. Lekin gerçektir, qo'rqaylik qiyomat kunidan. Biz bugun qiyomat uchun keldik. Qiyomatimizni saodat uchun keldik. Aynan siz hojilar faqat qiyomat deng. Qiyomatingizga amalingizni qiling, saodatingizni ana ko'ring.